Bugungi kunda yoshlarni eshitish, ularning taklif hamda tashabbuslarini o'rganish va muammolarini bartaraf etish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu bois prezidentimiz tashabbusi bilan haftaning har payshanbasi Yoshlar kuni deb e'lon qilindi. Ushbu tashabbus doirasida Milliy gvardiya Jamoat xavfsizligi universiteti tomonidan o'quvchi yoshlar o'rtasida Yosh gvardiyachilar harbiy sport musobaqasi o'tkazildi. Poytaxtimizning Yunusobod tumani 9-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida Toshkent shahar Yunusobod tumani umumta'lim maktablari o'quvchi yoshlar o'rtasida Yosh gvardiyachilar harbiy sport musobaqasi o'tkazildi. Jamoat xavfsizligi universiteti tomonidan tashkil qilingan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kelajakka qo'yilgan mustahkam poydevor shiori ostida o'tkazilgan Yosh gvardiyachilar sport musobaqasidan ko'zlangan asosiy maqsad hozirgi yoshlarimizni harbiy kasbga yo'naltirish, ularning harbiy kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishdan iboratdir. Harbiy sport musobaqasida o'quvchi yoshlar jamoalarning maxsus formasi ko'rigi, safda qo'shiq aytish, tosh ko'tarish, harbiy estafeta, jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatish, arqon tortish kabi shartlar bo'yicha o'zaro bellashdilar. Mana bugun yoshlarimizni ko'zlaridagi quvonchlarni ko'rdim. Ularni harbiy vatanparvarlik yo'nalishidagi ishtiyoqlarini ko'rdim. Bu yoshlarimizni kelajakda vatanimizga munosib farzand bo'lib qolishlariga umid qilib qolamiz. Bunaqa tadbirlarni maktabimizda juda ham ko'plab o'tkazib kelmoqdamiz. Musobaqa qizg'in va murosasiz tarzda davom etdi. Harbiy sport musobaqasi yakuniga ko'ra quyidagi o'rinlar belgilandi. 3-o'rin 80-sonli umumta'lim maktabiga, 2-o'rin 63-sonli umumta'lim maktabiga hamda bosh sovrin 1-o'rinni 9-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab o'quvchilariga nasib etdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar.